Word'da katekçelerini birleştiriş ve bölüş meşgulati. Yine cedvelini bölüş meşgulatini ölçüyordu. Biz yenila burunqi hüccetimizga nisbatan meşgulat yaparayli. Word cedvel sızganda ba'zida biz bir qancha katakni birlashtirib bir katak qilishga muhtoj bo'lamiz. Bunday vaqtda yana birlashtirish mashg'ulotini ishlasak bo'ladi. Masalan, bu yerda biz xohlagan ikki katakni birlashtirib bir dona katak qilmoqchi bo'lsak, bu ikki katakni tanlagandan keyin bu yerdan katakchini birlashtirish knopkasini bossak bo'ladi. Yani bu vaqtda bizningki ikki dona katakimiz birlashib bir dona katakchi bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa biz bu yerdagi bütün bir qurni birlashtirib birlam katakchi qilib olsak bo'ladi. Chunki biz bu yerga bir narsa yozmaymiz. Shunga buni birlashtirib olsak bo'ladi. Yani bizning bütün qurimiz birlashib bir dona katak bo'ldi. Hamda mushuninki o'xshashlar stollarni birlashtirib ishlatgan bo'ldi. Yani bu vaqtda biz xohlagan stolni tanlab katakchilarni birlashtirish deganni tanlasak, bu birlashidi. Masalan, buningga o'xshash. Agar katakchini, yani biz bir katakni bir qancha katakka aylantirmoqchi bo'lsak, yani katakchilarni parchalash knopkasini bossak bo'ladi. Yani bu yerda qancha rad yoki qancha ston qilsa demakchi. Biz bu yerda bu rad soni bir rad turaverdi. Biz buni ikki qur qilmoqchi. Yani maqsadga yetdik. Yani bir katakni ikki katak qilish maqsadiga yetdik. Shuningga o'xshashdan biz bu kataklarni yana parchalasak bo'ldi. Yani bu yerga mouse'ni keldik. Katakni parchalash knopkasini bosdik. Hamda biz rassonni ko'paytsak bo'ldi. Yani biz bu katakni ikki dona katak o'zgartmoqchi, yani ston soni ko'paygan holatda. Qur soni o'zgarmaydi. Bu vaqtda ma'qul degan knopkani bossak, bu ikkiga o'zgardi. Yoki bo'lmasa biz buningki qursonni ko'paytili. Mushunaq katakdan asti-usti qilib ikki katak qilayli. Bu vaqtda qursonni ikki qildik, ma'qul dedik, bu ikkiga o'zgardi. Yani bu katakchilarni parchalash yoki bölüş mashg'uloti. Endi shundaqla katakchilarni bo'lganga o'xshash jadvalni bo'lib ikki jadval qilayotgan. Bu vaqtda bu bir jadval mustaqil ikki jadval bo'ldi. Masalan, biz bu yerdan bu jadvalni parchalamoqchi bo'lsak, jadval parchalash degan bu knopkani bossak bo'ladi. Yani bu vaqtda asli nurbalga turgan o'rindan boshlab keyingi ayrim jadval bo'lib ketdi. Yani bu ustidagisi ayrim bir jadval, astidagisi yana ayrim bir jadval oldu. Bu jadvalni bölüş mashg'uloti. Shuning bilan katak parchalash yoki bölüş, katakchilarni birlashtirish, jadval bölüş mashg'uloti mushu yerda tugadi.